Katta rahmat Jalolbek. Sizni ham sanatingizda sanat, ovozingizda ovoz, sozingizda soz. Oshkoydin pirlar madadkor bo'lsin. Ustoz san'atkorlarimizni ruhlari qo'llab-quvvatlab tursin hamisha. El yurt xizmati uchun sog' bo'ling, omon bo'ling. To'ylardan boshingiz chiqmasin deymiz. Yana bir bora Sabohatxon singlimizga bugungi to'y muborak bo'lsin. Egningdagi oppoq liboslaring muborak bo'lsin. Qasrdek charaqlab turgan mana shu oppoq qasring muborak bo'lsin. Qalbingdagi ezgu orzularing, niyatlaring parvozi muborak bo'lsin. Katta hayotga qo'yajak ilk qadamlaring muborak bo'lsin deymiz. Ertadan boshlab umr yo'ldoshing bo'lajak, umr yo'ldoshing Sarvarbek bilan birga qo'sha qarib, qalbingizdagi orzu umidlaringizni barchasini ro'yobini tilab, mana shu davramizdagi barcha insonlar bilan birgalikda Xudodan so'raymiz-ku, hayot yo'llaringizda qoqilmanglar. Hayot yo'llari ravon emas. Gohida shodlik, gohida g'am tashvish sizlarga hamroh bo'lishi mumkin. Ana shunday paytlarda sabr qanoat bilan yaxshi kunlar umidida yashanglar, orzu umidlarning hamrohi bilan Xudoga shukronalar aytib yashash baxt sizlarga muyassar bo'laversin deymiz. Yana bir bora to'yxona sohibalariga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Bo'lajak kuyov bola bu xonadonga qutlug' qadam kelgan bo'lsin. Bo'lajak kelinimiz borajak xonadoniga qutlug' qadam borgan bo'lsin. Davlatlar oyoqlarini cho'rashib borsin. Yaxshi niyatlari bilan birga qo'shilib, o'zlarining baxt saodatlarini, omadlarini, davlatlarini olib borsinlar. Ilohim qaynona qaynotolari davlatli qutlug' qadam kelinim deb suyib erkalab yursinlar. Aziz to'y davrasi qatnashchilari, mana shu davramizda Muborak opamiz bilan O'ktamboy akamizni tabriklash uchun davramizda qatnashayotgan G'alaba fermerlari sardori Narimon aka, Bekchamboy akamiz qatnashayotgan ekan davramizda. Tabrik so'zlarini o'qishidan eshitsak, marhamat Bekchamboy aka. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, to'y qatnashchilari. Mana bugun muboraklarni xonadonida ularning sevinchli kuni, sevimli farzandlarini yine to'y ekan, shu to'ylar avvalambor muborakni, O'ktamomni, Rembo akamni, oila a'zolaringizni, qarindoshlarini tabriklayman. Shu qizimiz barg'ayerda vaqtab borsin, shu kuyov bilan qo'sha qarisin, naki yaxshi niyatlari bo'lsa ro'yobga chiqsin, o'nib o'sib shu elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan ajoyib bir hamma havas qiladigan oila bo'lsinlar. Yuksak bir ajoyib martabalari erishsinlar, ajoyib o'qishlarni bitirib, yana bir elimiz yurtimiz uchun xizmat qilishayna maktablarayna ishga joylashibdilar. Shu kasblaridan barakat topib, farzandlarimizni tarbiyalashda bulara kuch qudrat mustahkam sog'lik tilayman. Shu kuyov bilan o'ynab kelib, o'ynab ketsinlar, ish qilib shu yerda hamma vaqt shularni rohatini ko'ring muborak. Qolaversanglar o'zingizga mustahkam sog'lik shu O'ktamom bilan qarishib, farzandlarni aqtiq cho'lg'ani rohatini ko'ring, shularning to'ylaridan bosh bo'lib yurishlari nasib qilsin deyman. Ajoyib bir tadbirkorlik ishlaringiz bor. Hamkasbsiz shu ishlaringizdan muvaffaqiyat tilayman. Hamma vaqt shu elimizda, yurtimizda xizmat qilish, talmay yurish sizga nasib qilsin deyman. Yana bir bor tabriklayman. Shu qizlarimiz baxtli bo'lsin. Yana qolaversa shu yerda ajoyib mehmonlar tashrif buyurgan ekan. Sizlar ham mustahkam sog'lik, sizlarning xonadoningizda ham yaxshi kun to'ylar bo'lsin. Bizlar shunday borib xizmatda bo'lali. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Barchangizni yana shu mustaqilligimizni 24 yillik bayram bilan ham tabriklayman. Elimizda, yurtimizda shunday bayramlar, yaxshi kunlar bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Qolaversa yana paxta yig'im terimi ham boshlandi. Ana shu paxtamizni xirmoni baland bo'lib, el yurt oldida oq yuzli avrayli bo'lali. Ana shu hammangizni shu yerda o'tirganlarni ham shu paxta yig'im terimida bizlarga yordam berishlaringizni so'rayman. Shu topgan daromadlarimiz to'ylari yaxshi kunlarga buyursin. Avval tinchligimizni, farovonligimizni avval shu paxtadan kelgan daromaddan deb o'ylayman. Shuning uchun hammangiz sog' salomat bo'linglar, hammangizni xonadoningizda yaxshi kun to'ylar bo'lsin. Rahmat. Katta rahmat Bekchamboy aka, sizga ham mana shu buyuk xizmatlar qatorida kuch-quvvat tilaymiz. Mana shu davramizda Muborak opamizning ustozlari, hamkasblari Mavlono
Köpelova ekemiz qatnaşayotgan ekan davramizda. Tabrik so'zlarini kuchida eshitsak, marhamat. Marhamat Köpelova aka. Assalamu alaykum. Hürmetli toy qatnaşçıları. Mana bugün O'ktanboy Muboraklarning xonadonida shunday yaxshi kun ekan. Bu to'yning sababchisi shu to'yning to'rinda o'tirgan ana shu qizimiz. Muborak qizini uzatayotgan ekan. Shu avvalo hammamizning tilaklarimiz shu qizga qurayotgan yangi oilasi bilan baxtli oila qurib, o'zi bilan baxtab borib, borgan oilasine qo'shilib, hurmatli, izzatli gelin bo'lib, kuyov yigit bilan mehr muhabbatli bo'lib, yaxshi oila qurib yashashini tilakdoshimiz. Mana bu qizimiz Qoraqalpog'istondan 4 yil rayonga tushayotir ekan eshitsak. Iloyim shu borgan elatingda, ko'changda shu Xonqadan yana qiz olsak ekan. Deb şu andan bütün yigitler, sovchilar kelaversin. Sen şu hammaga namuna bo'lg'iysan. Namunalı aile qurg'iysan. Namuna qishloqidan borayotirsan shuning uchun shu tomona. Endi shu yillar Muborak O'ktanboylar qarindoshlar bilan birgalikda daryodan o'tib oltin beshik kap borish nasib qilsin. Mana Muborak O'ktanboylar qizlarni o'qitib, tarbiyalab, shunday uzatib, yaxshi oila qurib kelayotir. Muborakni o'zining oilasidan, ishlab turgan kallikli uyundan, qishlog'imizdan o'rni katta. Shu qishloqda Muborakini 4-5 qiza ish bilan ta'minlab, tadbirkor ayollarimizdan, tadbirkor shogirdlarimizdan biri. Shu yerda non yaptırdı. Mana bir idoraning hisob kitobini yuritib o'tirdi. Mana shu yerda girishdan qancha odamlar kelib dam olib, axtiqlarini yetirib, shu yerda o'tirib ketadilar 1 soat, yarim soat dam olib. Shu tadbirkorligingga, oilangga muvaffaqiyat tilayman, o'zingga salomatlik tilayman. Hamisha shu yosh bo'lib, yosh qizlardek bo'lib yurish nasib qilsin. Mana bu yerda seni bütün dünyalarning ishlashgan odamlaring yig'ilgan. Hammamizning tilakimiz shu. İşleşken saptaşlarına motortdayna, Şurat boylayna, Farhat boyla. Hammamizning tilakimiz shu. Uyingda ham to'y bo'lsin, shu axtiqlarni to'ylarini o'tkazish, rohatini ko'rish nasib qilsin. Baxtli bo'linglar. Hamma to'ylarda o'tirish nasib qilsin. Kasaba uyushmasi raisimi? Mana shu davramizda tuman kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Farhod akamiz qatnashayotgan ekanlar. Tabrik so'zlarini o'qishini eshitsak, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qatnashchilarim, hurmatli ota-onalar, hurmatli opa-singil, yana bir haqiqatan yurtimizda katta bayram nishonlash arafasida sizlar bilan o'ttamamizmi? O'ttamamiz yana Muborak akamizni farzand to'yida o'tiribmiz. Endi to'yga kelishdan oldin ishtasizmi? 1 kun, 2 kun, balkim shu kuni. Qistanasiz. Şöyle barışın gerektim. Ne işiniz olsa rejalashtirib olasiz. Saata qaraysiz. Gelişten maksat şu to'y egalari, to'y sakını tebriklash. Muboraklar tebriklaymiz yaxshi kuningiz bilan. Sizni meni keyingi 3-4 oldu bilaman, ina qishloqda birinchidan tadbirkorsiz, bir korxonada hisobchisiz. Shundan tashqari kasaba uyushma qishloq qo'mitasining raisi ham bu kishi. Ya'ni hem kasbimiz. Shu ishlaringizdan omad, yine zaman talabinden gelip shuncha kasbni egasiz. Shuni hisobına dostlarınız kelib, shuni hisobına dostlarınız to'tingiz ochsin. Bundan keyin shunday bo'lsin. Yani adı işim boyunca 3. farzandini turmusha chiqartirgan ekansiz. Xabarim borki, hammasini hayata tayyorlab, kasbkorlik qilib, hunarli qilib, gerekse ilimli qilib,
diplomu bilan kuzatib turibsiz. Bu hamma otaning hech bir an'ana elinden gelivermeydi. Shundan keyin oilangizda bütün namunalarni hammasi farzand shunday o'qimishli bo'lsin tilayman. Sog'lik tilayman. Qishlog'ingiz nomi bilan birga haqiqatan ham namunali qishloq. Chunki bu yerda hurmatim bilan insonlar juda ko'p. Yine reisani eslasak İsmail akam deraversin. Embardamdan işkinden girenimiz zamanında hammasi Adavrayında büyüneçe eslanib yuribdi. Yine bugungi kunda qishlog'imiz eng faqirli insonlardan birisi bu yerda ko'palagan. Keyin Aztakan başı atrapda yuribdi. Yine Kamal ko'p xizmat qilgan. Shunday insonlar yine to'ylarda boshqa bo'lib davrani bir fayzi bo'lib o'tiraversinlar. Yaxshi kunlarga kelaveramiz. Yine qizingizni yetim uzatasız. Xudo xolab nasib etsin shon aka. Qo'sha farzandlar bo'lganda yaningizda bir ko'mak so'ragingiz keraksa, shuni hayalmet etib qo'ysa, insonning qalbi toza bo'ladi. Dim to'ki sochim bo'lsa hayot emas u. Shu hayalan to'lib, mehnat qilib, halol mehnatni halol bilanlar mehmonlarimizga, do'stlarimizga do'stxona go'sht nasib qilaversin. San'atkorlar ham kuch-quvvat tabriklaymiz. Baxt bo'lsin qizingiz. Rahmat katta. Katta rahmat ajoyib tilaklaringiz uchun. Sizlarning xonadonlaringizda ham to'ylar bo'lsin. Hamisha tilaklaringiz hamrohingiz bo'lsin. Ochmaydi ekan bo'lamiz. Mana shu davramizda Muborak opamizni kasbboshlaridan, ustozlaridan Bağımdım. Anabek opamiz qatnashayotgan ekan davramizda Matchon va Anabek opamizdan tabrik so'zlarini eshitamiz. Marhamat. Rahmat qizim so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli ajoyib kechaning, do'stlar davrasining nikoh kechasidan burun bo'ladigan qizlar davrasining aziz mehmonlari. Mana mendan burun gapirgan do'stlarimiz juda chiroyli gaplarni aytdilar. Bu gaplarga qo'shimcha qilishni o'zi og'ir. Chunki To'xtoy akam bir paytlari yosh yigit paytida mana shunday davralarni o'yladi, komsomol to'y bo'lar edi vaqtda. Chiroyli qilib o'tkazib, hamma yaxshi ko'ngildagi istaklarni aytib yurgan insonlar. Sho'ra bobomiz so'zladilar. Hammamiz uchun hurmatli inson, Muborakjonning ustozi, bizlarning ham qishloq xo'jalik bo'yicha ustozimiz, hamkasbimiz Ko'palvoy aka Mevlanov chiroyli gaplarni aytdilar. Qarindoshlar aytdilar. Hamma, ina Farhodjon kasaba uyushma raisiman deb o'tirdilar. Juda ko'p ishladilar, birga ishlashganmiz. Qishloq fuqarolar yig'ini raisi bo'lib Xorazm kolxozida. Hammasi hurmatga sazovor, yeyilib yozilgan insonlar shu oilaning sha'niga chiroyli gaplarni aytib turibdilar. Hammasi Alloh taolo tomonidan ijobat bo'lsin. Muborakjon bilan O'ktamboyga to'ylar muborak bo'lsin. Qarindoshlari, O'ktamboyning og'aylarini, Muborakjonning qarindosh do'gonlarini, farzandlarini, kattagi Jo'rabek nerdasan? Jo'rabek Qutlaqadam yigit bu. Jo'rabek bilan Dildora Hammadovli qizing Dilaramjonning birinchi to'yi bo'ldi. Izina Xudo shukr mana to'ylarga ulanib ketdi. Shu birinchi juftlik Qutlaqadam bo'lsa, izi ham chiroyli bo'laveradi. Mana hammasi institutlarni bitirdilar. Hozirina Farhodjon aytganidan hayotga bir chiroyli yo'llanma bilan chiqdilar. To'ylar muborak bo'lsin hammangizga. Muborak qayta O'ktamboy sana, Jo'rabek, Dilaramjon, kichkina qizlar. Qolaversa mana bu shohsupadan joy olgan. Bugun mana shuncha uzoq yo'l bo'lsa ham shu shodlik kuniga sherik bo'lib kuyov bola kelibdilar. Kuyov bolaga to'ylar muborak bo'lsin. Saboqatxon, sana to'ylar muborak bo'lsin. Sen bir ajoyib qizsan, meni o'quvchim bu. Maktabda ham jamoatchi, hamma tashkiliy ishlarda bosh-qosh bo'lib yuradigan, chiroyli she'rlarni yozadigan, qizlarning sochlarini tadbir bo'lsa maktabda o'zi turmaklab qo'shira yetib, chiroyli tashkillarni yaxshi chiqishida xizmat qilgan qizim. Hayoting ham go'zal bo'lg'ay, o'zing ham go'zal bo'lg'aysan. Yeyilib yozilg'aysan. Otang din, anang din, ajoyib elda hurmatli inson bo'lg'aysan. Oilaning baxti, kamoli ko'pincha oilaga, ayolga bog'liq oilada. Harakat etadi, yaxshini oshiramiz, yomonni yoshiramiz. Erkaklarimiz qattiq so'lasa gulib turamiz. Ular agar biza so'lasak ular gulib turadi. Shu bilan hayot go'zal.
hayot maroqli, shuning uchun erkak ko'ngil shod dedi shoir. Shuning uchun yoshlarimiz hammasi baxtli, saodatli bo'lsin. Xudo xolasa endigi shu yillar Muborakjonni O'ktamboyni beshik to'ylar bilan tabriklab o'tirish, shu yerda o'tirgan insonlarga nasib qilsin. Endi Muborak to'g'risida ko'p gapni aytaveramiz. Mendan burungi o'rtoqlar aytdi, o'zi harakat qilib, nerdan ishlatsam, izlansam studentlarga yordam berib bilaman. Nishatsam shu qishloqda o'zimni o'rnimni topib bilaman deb, shu yerga qishloqqa kelganda oddiygina bir ekonomist yonida yordamchi buxgalter bo'lib keladi. Hech kim tanimas edi, bir chiroyli oq yuzli qiz girib chiqib yuribdi. Men partkom sekretari edim vaqtda. Kelib uzr salomlashib ketdi. Shundan apoycha bo'lib qoldik. Ina harakat etib, Xudoga shukr, ina uyi eli joyida, farzandlari joyida, hammangiz hamisha joyida bo'lsin. Aynan shundan bu shogirdimdan. Bular ina viloyat markazida xizmat qilib yuribdilar. Laramjon, Jo'rabek, har qaysini o'zini o'rni bor. Bir ish bilan poliklinikaga bordim. Borib qaysi kapıga girer ekanman deb dursam, Jo'rabek chiroyli bo'lib yuqoridan tushib kelayotirdan. Darhol damla deb elimni tutib ketdi. Mendan baxtli inson bo'lmadi shu vaqtda. O'quvchilaring sizni hurmat qilib tursa, Inat Laramjon 2-3 yerda ishlaydi, harakat qiladi, farzandlarni o'stirayotganlar, ikkisidan bir kulturniy zamonaviy oila. Mana shu qizning oilasi ham siznikini o'xshasin. Baxtli, saodatli bo'lsinlar. Mana bugun to'yimizda bir yaxshi ukamiz kelibdi, Dilshodbek madlari. Dilshodbek ham chiroyli ashulalarni aytib turibdi. Mana Ozodbek Nazarbekovning ashulalarini aytdingiz, hech undan kam aytmadingiz. Juda kuylarini maromiga qo'yib, insonlarning qalbiga yaqin so'zli ashulalarni aytdingiz. Meni bugun kechagidan ham kuchliroq sevdingiz. Bugun kechagidan ham kuchliroq, oppoq keksalikkacha sevilgan oilalar baxtli, saodatli bo'ladi. Juda yaxshi gapni aytdingiz. Hali bir yoshlarni daftarchasini ko'zim tushganda sevmoq ayb emas dedingiz. Shunda bir kichkina nagan aytdimda, agar sevmoq gunoh bo'lsa, menda gunoh bor. Bu gunohning bittagina guvohi ham bor. Bir guvoh kim sirlarim etmagay oshkor, chunki bu guvohning o'zi ham gunohkor. Shunda bir chiroyli yoshlarnikidan Hamid Alimjonning bir dörtlüki bor, 10-klassda yodlaymiz. Ayb emasdir sevmoq, sevilmoq. Ayb emasdir sevgim bor desang, sevgisi hur, toliyi baland. Ayb emas sabohat, yoringni yor desang. Baxtli bo'l, saodatli bo'l, hammaning oilasida to'y bo'lsin, tomosha bo'lsin. Dekanchiligimizga qutuq barakat bersin. Yatirgan bayramlaringiz ham muborak bo'lsin. Mana shu davra, mana shu o'tirgan insonlarni boshlari to'ydan chiqmasin. Har kun to'y bo'lib turibdi, har kun sadaqayini ota-onalar xursand, ko'psini farzandlari grantga o'qishga kirgan, qishlog'imizda ko'psiniki kontraktga kirgan. Har kun sadaqa so'rab turibmiz. Hech kimni boshi to'ydan chiqmasin. Faqat yaxshi kunlarda diydorlashish nasib etsin. Gapim cho'zilgan bo'lsa kechirasizlar. Yana sizlar bilan yaxshi kunlarda diydorlashaveramiz. Rahmat qizim. Katta rahmat. Ana bir gapa do'lib dashib qalbingizdagi orzu umidlarni hamma aytacak gaplaringizni aytdingiz, niyatlaringizni ro'yobini ko'rib, aqtiq cho'liklaringizni ham rohatini ko'rib o'tiring iloyim. Mana shu shogirdingiz ham siz kabi piru badavlat onaxon bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin, sizning ham umringiz ziyoda bo'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Aziz to'y davrasi qatnashchilari, mana shu davramizda Sabohatxon singlimizni kursdoshlari, Qoraqalpog'iston davlat universiteti talabalari o'zlarining so'zlarini bildirmoqchi ekanlar, tabriklarini bildirmoqchi ekanlar. Navbatni ularga beramiz. Marhamat, yoshlarga dil so'zlarini eshitsak. Kursdoshlardan Sodiqjon tabrik so'zini boshlab berarkan. Marhamat. Tabrikimiz Sarvar bilan bir umrga baxtli, mendan yaxshi oilalardan biri bo'ling.
shu 2 yoshga baxt tilaymiz. Bir inson ikkinchi insonga ko'ngil qo'yib, sevib, sevilib turmush qurmoq hammaga ham nasib etavermaydi. Shunday baxt senga nasib etgan ekan, ilohim baxtingni hech qachon qo'ldan chiqarma. Sog' bo'l, rahmat. Sarvarbek Sabohat, sizlarga baxt tilayman. Hamisha baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun do'stimiz Sarvarbek, kelinimiz qizlarni shunday qizlar bezminda o'tirgan ekanmiz. Bu ikkalasiga baxt tilaymiz. Qo'shgan bilan qo'sha qarsin, xizmatlari yer yurtga qolaversa ota yenasini bersin. Xudoyim shu 4 kun hayotida baxtliman deganlardan baxtli kun kechirishini tilakdoshmiz. Rahmat. Sarvar bilan kelin bolaga baxt tilaymiz. Baxtli bo'lsin. Kursdoshlarimiz bir-biriga baxtli bo'lsin, xizmatlari ota-onasidan qolaversa yurtga beraversin. Tabriklaymiz hammani. Baxtli bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum Xorazm eloti. Mang'itdan salom, alangalik. Sabohat bilan Sarvar do'stimiz bir-biriga baxtli bo'lsin. Hammamizdan xonadonimizda shunday to'y tomosha bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Hamisha yurtimizda eng namunali oilalardan biri bo'lsin. Baxtli bo'ling. Qo'shqansizlar qo'sha qaring. Xizmatlaringiz, qaynona-qaynotangiz, el-elot, yor birodar do'stlaring hammasini beraversin. Baxtli bo'ling. Tabriklayman. Kursdoshim Sarvar va Sabohatga ulkan baxt tilayman. Asaldek shirin hayot, shirin mevadek farzandlar tilayman. Orzum shul o'chmasin yongan chirog'ing. Yulduzday nur sochsin chashming, qarog'ing. Magar chinor bo'lsang, chinorday yasha. Bevaqt uzilmasin biror yaprog'ing. Bizning davramizda hozir kela olmagan kursdoshlarimiz nomidan ham Sabohat va Sarvarni ushbu to'y baxt ayyom bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sabohat Sarvar bilan baxtli bo'ling. Hayotingiz ham hozirgining o'zingizga o'xshagan chiroyli bo'lsin. Baxt tilayman. Baxtli bo'linglar. Endi Xorazm eline kelib, mana shunday kursdoshlarimizning to'yini kelib, hammamiz bir yaxshi kun, quvonch, yaxshi kayfiyat bilan yurgan ekanmiz. Shuning uchun iltimos qilib xonadonimizdan so'raymiz. Kursdoshlar uchun bir davra qo'yib berishini. Sho'x qo'shiqdan Qoraqalpoqchami, sho'xini bir qo'yib bersa, Xorazmchami, xullas sho'xini bir qo'shiq qo'yib bersa, iltimos qilamiz san'atkorlarimizdan. Tabriklaymiz. Sovg'amizni chin yurakdan qabul qilishni so'raymiz. Baxtli bo'ling.